Xo'p, bu videoda siz bugun hayotimdan bir kunini ko'rasiz. Bugun kun shanba, hech qanaqa darsim yo'q, universitetga bormayman. Bugun ofisga boraman. Ofisga borib ish qilaman, ishimni qilaman va ikkita bola ishga kirgan kommunitimizdan ular podkastga keladi. Podkast olamiz ulardan va uyda ko'ramiz nima bo'ladi. Hozir ko'rganingizdek uyqudan turdim, kollagen ichdim, tuzli suv bilan aralashtirib, endi hozir cho'milishga kirib ketaman. Xo'p, ko'rganingizdek cho'milib chiqdim. Endi zavtrak qilaman. Zavtrak pishiraman, lekin zavtrakimni yemayman. Chunki odatda men uyqudan turganimdan keyin kamida 3 soatdan keyin zavtrak qilaman. Chunki uyqudan turishim bilan ovqat yeydigan bo'lsam, miyam yaxshi ishlamaydi. Miyam ertalab qornim ochligida yaxshiroq ishlaydi. Shuning uchun birinchi mehnat qilib, keyin ovqat yeyman. İşleyen işliydi. Mana bizani oshxona. Bugun shanba bo'lgani uchun hech kimning darsi yo'q, hamma uxlayapti. Oshxonada ham hech kim yo'q. Agar hafta kunlarida bo'lsa, dushanba yoki seshanba yoki payshanba kunlari bo'lganda, bu yerda odam ko'p bo'ladi, hamma ertalabdan zavtrakini pishiradi, zavtrakini qiladi. Mana gazi anaqa bilan yonardi. Olovsiz ham, zajgalka yoki gugurtsiz ham yonardi, lekin o'chirib qo'ygan, bilmayman nimaga. Mana ham hozir zajgalka xonada qolib ketibdi. Hozir kelaman. Zavtrakka har doimgidek bir xil narsa yeyman. Tuxum. O'zi asosan tuxum yeyman. Hech narsadan qolmaganda faqat tuxumni o'zini yeyman. Tvorog qo'ysa, mana tvorog qo'shib qo'yaman. Bugun tuxum va tvorog mix qilib aralashtirib pishiraman. Agar tvorog bo'lmasa, grechka qaynatib qo'yaman. Grechka bilan tuxum yeyman. Yoki guruch qaynatib qo'yaman. Guruch bilan tuxum yeyman zavtrakka. Agar hech narsam bo'lmasa, faqat tuxumni o'zini yeyman. Bu menga уже odat bo'lib qolgan. Necha yildan beri mana shunaqa zavtrak qilaman, ertalabga faqat tuxum yeyman. Hozir buni pishiraman. O'zi oldin mana tvorog qo'shmasdim. Polshada yeganimdan beri tvorog qo'shib zavtrakka yeyaman. O'zbekistonda guruch tuxum, grechka tuxum, ertalabga mana shu aytganimdek, Polshaga kelgandan beri endi tvorog qo'shib yeyishni boshladim. Men hech qachon yeb ko'rmaganman. Shu paytgacha birinchi marta Polshaga kelib yeb ko'raman. Bu akam kelib turgan
2'de turdim. 15 kun 2 hafta xullas 20 kuncha akamnikida turdim. O'shanda akam zavtrak qilib berdi mashinani tvorog bilan aralashtirib. Keyin tam bashi yoqdi. Bashi zo'r ekan. Protein ham yaxshi. Xullas hozir anaqani nima edi? Tvorog yarmini qo'shdim. Chunki yarmini kechadan oldin yeganman. Kecha yegan tvorogda. Bitta anaqasida tvorogda 250 gram anaqasi pachkada, o'sha pachkada 18 gram protein bor. Bitta o'sha pachkadagi tvorogga. Uni yarmidan bo'ladi 9 gram. 3 ta tuxumni hozir 3 tuxum, 3 ta 4 ta tuxum qarqat hozir 3 ta qo'shdim. 3 ta tuxum bo'ladigan bo'lsa 16, 9, 27 gram protein jo'natadi. Shunaqa qilib proteinga boy yaxshi narsa yesa bo'ladi. Unaqa katta rasxod ham kerak. Hech qancha qimmat turmaydi. Boshqa narsa ertalab yeydigan bo'lsangiz ham pastga shu pulga aylanadi. Pishishi ham oson. O'rtasida daftar qilinadi. Keyin pishiriladi, tayyor bo'ladi. Aytganimdek, buni hozir yemayman, просто taxlab qo'yaman. Buni ofisga olib ketaman. Yana obedga boshqa ovqat qilib qo'yganman. Ikkita ovqat olib ketaman. Keyin o'sha yerda yeyman. Uyqudan turgandan keyin aytganimda 3 soatdan keyin yeyman. Bo'pti, mehrojga charchagan. Mehrojga eshitmayaptilar biri. Naushnidalar. Mehrojga. Come on. Mehrojga. Ketdimmi, charchagan? Bo'pti, xo'p. Har doim dormitoriyadan chiqayotganda anaqa tashlab ketilinadi. Xonani kaliti. Xullas, ikkita kalt bor. Xonadoshimda bitta, menda bitta. Aytgandek, har doim uydan chiqib ketilayotganda kalt tashlab ketish kerak. Misol, hozir uyda odam bor. Kalitni o'zim bilan olib chiqib ketsam bo'ladi, lekin bo'lada qanaqadir mana shunaqa kichkina qonuni bor. Misol, hozir xonadoshim Mehrojga ham tashqariga ko'chaga chiqadigan bo'lsa, xonani qulflab, kalitni o'sha pastki resepsiyonga berib ketish kerak. Pastda opalar turadi o'zi, dejurning 24/7 o'sha yerda odam bo'ladi. O'sha yerga aytgandek kalitni topshirib ketish kerak bo'ladi. Bilmadim nimaga unaqa, lekin shunaqa. Shtativ qo'limga olganman. Bu katta o'zi professional anaqa kamera uchun, telefon uchun emas, men hozircha buni ishlatib turibman. Yangi olishim kerak. Kichkinaroqdan olaman. Porsche bilan ko'tarib kichkina o'zimda bo'lardi O'zbekistonda. Shunaqasidan olishim kerak. Sumkaga ham hamma joyga ketaveradi. Hozir qo'limda shtativ ko'rib hamma qarayapti bundoq. Kim ekan bu vloger bola qayerdan kelib qolgandi. Uyda hozir namas ko'ryaptimi? Ko'ryapti. O'sha sinfga o'tib olaman. O'sha ostanovkadan avtobusga chiqaman, keyin ofisga boraman. Anta avtobus ham kelyapti. Mana bu yerda meni yashirim ham yonib qoldi. O'tib olmasam avtobus o'tib ketadi. Ups. Qoidani buzdim. Yugurganniki emas, buyurganniki degandek avtobusim o'tib ketib qoldi. Menga qizil yonib qoldi, ko'rganingizdek. Endi keyingi avtobusni kutaman. Ko'p kutmayman.
4 minut, 6 minut где-то mana shunaqa vaqtda уже keyingi avtobus keladi. Avtobus ham mana keldi. O'zi shtativ va mana shtativ va haydovchini yoniga qo'yib qo'ymoqchi edim. Oldin qilganimdaki, o'zi oldingi vloglarimni ko'radigan bo'lsangiz, zalga chiqayotgan paytim o'tgan yili zaldagi birinchi kuni, ikkinchi kuni, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi plus o'sha har kunlik qo'yganman vlog zalga chiqqanimni. O'sha payt shtativni 17 avtobusda oldiga qo'yib qo'yardim-da, shopir yoniga. Keyin polni yo'lda olib ketardim videoga. Bularda bunaqa joyi yo'q, bunaqa qilish ham ozgina xatoroq. Menga farqi yo'q, qilaveraman. Fokus menga qiziq emas. Odamlarning gapi, men o'sha yoqqan narsani qilaman, xohlagan narsamni qilaman. Faqat qoidani buzmagan holda, конечно. Nima deyotgandim-da, yo'lni olib ketardim 17-avtobusda. Zalga chiqayotganda polni har doim shtativ qo'yardim, telefonimda qo'yib olardim. Keyin polni yo'lni videoga olib ketardim. O'sha eski videolarimni ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda paytim shunaqa vloglar olib yurardim. Ofisga ham keldim почти. Ofis ham o'zi anaqadan uzoq emas, dormitriyimdan, yotoqxonamdan uzoq emas. 6 остановка. И да, тут такой атмосфера, men opa noto'g'ri qarab qoldiramanga. Siz olmayman, opa, если что. Men o'zim haqimda gapiryapman. Ichkari takoy issiqqina, ko'cha vashi sovuq. Bu yomon anaqa ekan, chiroyli ofis ekan. Takoy ko'rayotganingizdek, tog' tepaga chiqasiz, balandda joylashgan. Oldingi akam ofislari bunaqa emas edi, kichkinaroq edi. Albatta aytganimda vashi chiroyli, vashi zo'r. Keyin Mamitdan hozir bosdim, 7 ni bosdim. Mamitdan lift keldi-da. Bu yerda anaqa, xullas Mamitda bo'ladi. Odatda bizda ham emas, ko'p joylarda, shu yerda ham, ko'p birdagi liftlarda ham, Mamitda yoki Mamit tarafda anaqasi bo'ladi. O'sha etajni belgilaysiz. Bu yerda даже anaqasi ham boshqacha. 7th floor. Bitta bosasiz, qaysi lift yaqin bo'lsa, o'sha siz yoningizga tushadi va o'shandan chiqasiz. Bu yerdan ichkaridan bosmaysiz. O'zbekistonda bunaqa liftlar bormi yo'qmi bilmadim, lekin men ko'rmaganman to'g'risi. Bugun aytganimdek, shanba bo'lgani uchun svetlar ham o'chib, hali menimcha ofisga hech kim kelmagan, даже akam ham kelmagan bo'lsa-da kerak. Da, aytganimdek, hali akam ham kelmabdilar ofisga. Ofisda menimcha hali hech kim yo'q, hali hech kimni ko'rganim yo'q. Aytganimdek, bugun shanba. Shanba kuni ofisda почти hech kim bo'lmaydi. O'shaning uchun ham podkastni shanba yakshanba kunlari olamiz, ofisda hech kim bo'lmagan paytda. Da, birinchi podkast soat 12 da adashmasam, keyin ikkinchi podkast soat 2 da. Plus ikkita podkast bor. Aytganimdek, ikkita bola ishga kirgan. Ulardan intervyu olish kerak. Hozir akam kelgunlargacha men ishlab turaman. Ishni boshlashdan oldin birinchi ovqatlarimni xolodilnikga qo'yib qo'yaman. Cho'ta hozir monitor ishlata olmadim. Monitor ishladi, to'g'rirog'i aniq ishlamadi, mishka ishlamadi. Shuning uchun o'zimni laptopimda ishlab turaman. Alaykum assalom, Diyor, qalay dam olding ukam? Men yaxshi, soat 10 gacha ham kela olasanmi? Ertagacha ukam, senda kart bor-ku, любой payt kelur. Kichkina mikrofoningni ol. Da, bo'ldi aka, assalomu alaykum. Men o'sha ofisdaman aka, joyingizda ishlab o'tiribman. Sizni kutib, nima u uxlab kech qolib yuribsiz? Keling tezroq.
Akam yozib yuboribdilar Telegramdan. 10gacha kela olaysanmi deb. Men уже ofisda o'tiribman ishlab. U kichkina akam ham kelaman degandilar. Va alaykum assalom, yo'q ukam uxlab qolman debdilar. Bo'ldi aka, kelasizmi o'zi bugun? Men ofisdaman уже, akamni kutyapman, akam ham endi keladilar. Da aytgancha, agar nima ish qilishimni bilmaydigan bo'lsangiz, biza akam bilan biznesimiz bor. Biza Polshadagi talabalarni korporat ishlarga olib kirishga yordam beramiz. Misol uchun pizzada yoki dostavkada yoki skladda yoki qanaqadir qora qiyin ishni qilayotgan talabalarni korporat joblarga, ya'ni ofisni joblarga kirishiga yordam beramiz. Talabalarni o'sha anaqa studentlarni ishga olib kirishga yordam beramiz. Bu ish bilan уже 19 oydan beri ishlayapmiz. 1,5 yildan уже oshdi. Men O'zbekistonda paytim ham remote ishlardim, onlayn akamga yordam berardim. Bo'tga ham kelib hozir xuddi o'sha ishni qilyapman. Xudoga shukr, hech bo'lmasa anaqa nima desam ekan, u ish qilyapman. Ko'pchilik talabalar endi to'g'risi keladiganlar kelishi bilan ishga joylasha olmaydi yoki anaqa uydagilardan support oladi, ya'ni uydagilari qo'llab-quvvatlaydi, anaqa financially, ya'ni moliyaviy taraflama har tomonlama ularni qo'llab-quvvatlaydi. Boshida menimcha shu 1 yil davomida, menimcha уже 2-yildan talabalar ham ish topib, ishga tushib, o'zlarini xarajatlarini qoplaydigan darajada pul topib, o'zlari eplashlari mumkin deb o'ylayman. Yana bilmadim, chunki hali Polshaga kelganimga 2 oycha bo'ldi. Shunaqa, agar siz Polshada bo'ladigan bo'lsangiz yoki Polshada qanaqadir tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, biza bilan bog'lansa, katta ehtimol bilan Xudo xolasa korporat joblarga, ya'ni ofitsialniy ofisni ishlarga kirishga yordam beramiz. Chalg'imasdan endi ishni qilish kerak. Здравствуйте, можно ли узнать стоимость ваших услуг? Mrs. I tried. I do not speak Russian. O'zi bitta qiz yozibdi hozir rus tilida. O'zi biladi shu kontentlarimizni, videolarimizni hammasi ingliz tilida. Polshada ish qidiryapti bu qiz. Yana rus tilida yozyapti. O'zida men aytgancha rus tilini o'rganishni boshlaganman. University of Warsaw, ya'ni universitetimdan til kursi tanlash kerak. Men rus tilini tanlaganman. Rus tilini o'rganishni boshlaganman. O'zi rus tilini bilardim. Bog'chada rus bog'chaga borganman. 1-sinfda ham rus sinfda o'qiganman. Уже 2-sinfdan keyin o'zbek sinfga o'tib ketganman. O'shandan beri rus tilida gaplashmaganman, kam gaplashganman. O'shaning uchun yana qaytadan rus tilini o'rganishni qaror qildim va rus tilini o'rganyapman. Misol ertaga O'zbekistonga boradigan bo'lsam ham rus tili ko'proq kerak bo'ladi boshqa tillarga qaraganda. Ispanskiy bor, turk tili bor, xullas любой til bor. Любой tilni o'rgansangiz bo'ladi. Faqat ona tilingizdan boshqa til bo'lishi kerak. Anglizkini o'rgana olmaysiz, chunki o'qishlar dasturmi? O'qish tizimi ingliz tilida. O'zbek tilini o'rgana olmaysiz, chunki ona tilingiz o'zbek tili, 3-tilni o'rganishingiz kerak. Shuning uchun men rus tilini tanlaganman. I've been applying since last July and getting rejected, not even single interview call. What's happening, bro? Do you have a problem with your job application process? Let's use our help and get a job in 30 to 60 days. I changed my CV and really do not know or identify the reason why inbox is swamped my rejections. So stuck with it. Aka, Professor, uxlab qoldingizmi deyman? Kecha trenirovkadan keyin. 9da turdim. Uxladimmi? Men ham bitta cho'milib chiqdim, keyin normalniy bo'ldi. Yaxshi. Soat 7da buriladi. Aytgancha hozir men akam kelgandilar, sal kechroq keldilar. Community call, group call bor.
kofe olib kelib berdilar, esimdan chiqib qolibdi. Hozir kofe borib berishim kerak. Paradam. Eng qizig'i qaysi kofedan olib kelib berdiganlari rostdan esimdan chiqib qoldi. Mana tugmani bosib olganman. Xullas, hozir soat уже 11:30 bo'ldi. Men hali zavtrak qilmadim. Ishladim. Hozir akam ham keldi, Kichkina akam. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz bo'lsanmi? Qalay, chetki. Уже endi zavtrak qilaman. Zavtrak qilib bo'lgandirsiz siz aka? Yo'q. Qilmadingizmi? Da. Iyda shunaqa. Xullas, hozir уже soat 12 bo'ldi. Hali ham zavtrak qilganim yo'q. Уже Mohan degan bitta bola kelgan, o'sha ishga kirgan bola. O'shani hozir olib chiqishga ketyapman. Ofisga kira olmaydi, chunki karta bilan anaqa urib keyin kirg'izish kerak. O'shaning uchun aytganimdek, hozir kutib olaman. Hali zavtrak qilganim yo'q. Shu bola ishga kirganda, shu bola bilan hozir podkast olamiz. Podkast уже boshlandi, уже ketyapti video. It's like the ego effect. I mean, ego actually bring the best version of yourself. But I believe when I was making Rekord bosib qo'yganman. Video kelyapti. Уже soat 1 bo'ldi. Men hali zavtrak qilganim yo'q. Endi hozir уже zavtrak qilib qornim yomon chiqdi. Hamma joyda video. Men ham video olaman. Akam ham podkast olyapti. Xalaqit berdim aka. Agarda sizda mana shu ikkita narsa bo'lsa, Polsha davlatiga ishga olib kelib qo'yamiz. Hozir уже ikkinchi podkast boshlandi. Birinchi podkast anaqa bilan bo'ldi, indiyalik bola bilan, Mohan degan. Ikkinchi podkast hozir o'zbek bola bilan bo'lyapti. Samandar degan o'zbek bola bilan bo'lyapti. It is amazing. Sure. You can. Soat 2dan keyin tashladim ishni. Podkastdan keyingi holat. Ham ta'sir qilib qo'yamiz. Oddiy suhbat. Xo'p, soat 4 bo'ldi. Men endi obed qilaman. Akalarimga aytdim, sirguruch qilganman, yeysizlarmi deb. Yemayman deyishdi. O'zingizlar bilasizlar dedim. Takoy sirguruch olib kelganman. Hozir aytgancha YouTube'ga video qo'yib yubordim. Katta ehtimol bilan u videoni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Chunki bu videoni hali endi edit qilib, montaj qilib keyin qo'yaman anaqaga YouTube'ga. Da shunaqa u video agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham qiziq, juda ham zo'r video bo'lgan. Real do'stlarni virtual do'stlarga almashtirish vaqti keldi degan video. Da shunaqa aytganda endi obedimni yeb olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Akamlar nimaga sirguruchimi mensimaganligini endi bildim. Hozir Mamatdan bilmadim nima bu. Hot strips degan narsa bor ekan. Kak nima desam ekan? Xuddokkami bilmadim, lavashga o'xshaydigan narsa. Uni ichida anaqa tovuq, tam proteinga boy anaqa ekan. Yegulik ekan. Xo'p, menda уже ish tugadi, ishimni tugatdim. Hozir Kichkina akam bilan otashga turibdi naryoqda. Ular podkast boshlashmoqchi. Birinchi podkast bo'ladi va birinchi podkast men bilan bo'ladi. Как universitet hayoti, qanaqa kelganman, o'qish jarayonlari qanaqa ketyapti va hokazo. Da hozir podkastga qatnashaman mehmon bo'lib. Ko'rayotganingizdek joy taxlanyapti. Hozir podkast olamiz уже. Bo'ldimi, tayyormi aka? Mana tushyaptimi? Yorug'lik. Da. Mana menda уже ish tugadi. Bugun vaqti ko'p bo'ldi ish. Уже soat 10 bo'ldi. Podkastdan keyin yana ishladim. Aytganimda endi уже sekin uyga qaytyapman. Shaharni chiroyli qilib qo'yibdi. Mana anaqa yo'q edi o'zi, charxpalak. Yaqinda qo'yildi.
2 haftami bo'ldi. Mana o'sha mana mashhur bino. Da shunaqa. Bugun yomon charchadim boru, yomon charchadim. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgisi kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.